Oldindan demak bolada shunaqa shikoyat bor. Так. Jigari chap dolyasi 63, передний задний razmeri 40. Jigari chap dolyasidan qaraganimizda bu yerda muammo yo'q. Endi oshqozon usti bezining головка qismi 13. Fela 11. Ozginagina yengil shamollashi bor. Chunki oshqozon bilan oshqozon osti bezida o'rtasi yupqa pardacha bo'ladi-da. Suv ichgan payt muzdek suv tushadi-ku oshqozonga. Oshqozonga pardachani muzlaydi-yu bari. Tegida turgan ovqatning tarkibida oqsilni parchalaydigan oshqozon osti bezi ham shamollab qoladi shunaqa paytda. Marojniy yeganda, muzdek suv ichganida o'sha oshqozon osti beziga ta'siri bo'ladi. Keyin u 12 barmoq chekka tushib, ovqatni tarkibidagi oqsilni parchalash kerak. Jigari o'ng dolyasida ham unaqa yomon muammoli kista, yomon образование ko'rmayapman. Yaxshi. Endi chap dolyasi o'rtasida jigar ishlab chiqargan jelch degan suyuqlikni o'zida saqlaydigan qopchachasi bo'ladi bu. O't tufaylilar, o't suyuqlik ishlab chiqaradi jigar. Asid stenkalar unaqa qalinlashmagan. Lekin qarayapman, o't tagida bir nechta joydan buralgan joyi bor. Ko'rdi, qanaqa ovqat yemoqchi, o'sha jelshni puzirga signal ketadi. Masalan, yog'li ovqat yemoqchi bo'lsa bola, jelshni puzirga ko'proq jel chiqarish kerakligini signal beradi. Tushundingizmi? Agar yolg'onxo'rda berdingiz, yog'i kamroq ovqat bersangiz, bu miyadan jelshni puzirga kamroq jel chiqarsa ham bo'lishini signal qilib beradi. O'shanga qarab jelshni puzir jel chiqarishni boshlaydi. Lekin buralgan joylari, zakiz joylari bo'lgani hisobiga o'sha bunga kelgan signaldagidek bu ko'p jel chiqarib bera olmaydi. Ko'p jel chiqarib bera olmaydi. Chunki yegan ovqati to'g'ri parchalanmagan. Yegan ovqat to'g'ri parchalanmagan hisobiga ichaklarda gaz paydo bo'ladi. Chala parchalangan mahsulotdan har doim gaz paydo bo'ladi. U gazni suv ichganidan emas, ovqat hazmi yaxshi bo'lmaganida.